Bugun otlarni yangi joyga olib kelish uchun asr o'qib chiqib ketganmiz. Botir kelyapti orqada Akrom bilan. Akrom minib olgan. Oldinda ana Qorsoyga keldik. Bizni qishloq. Oldinda Ibrohim ko'rinmayapti endi. Biroq minib olgan. Remvodama. Salkam 25 kilometr yurib kelamiz shekilli. Endi tepali, pastli bo'lgan hisobiga 40 kilometr yurganda yurdi-da otlar bugun. Charchamadingmi Akrom? Havo ham zo'r bo'ldi-ku, ko'z tegmasin.